Mamlakatimizda sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda ko'plab sport turlari qatori stol tennisi ham izchil rivojlanib, ishtirokchilar soni ortib bormoqda. Hududlarda o'tkazilayotgan musobaqalar bu sport turida professional sportchilarni yetishtirishga, yoshlarning stol tennisiga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Davlat soliq qo'mitasi hamda stol tennisi federatsiyasi tomonidan erkaklar va ayollar o'rtasida yakkalikda Pro Tour musobaqasi sinov tariqasida tashkil etildi. Unda mamlakatimizning 68 ta shahar va tumanlardan 353 nafar sportchi ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tdi. Ahamiyatlisi, musobaqani tashkil etish va o'tkazish jarayonlari to'liq raqamlashtirildi. Zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan keng foydalanildi. Prezidentimiz hozir hamma sohani raqamlashtirishga katta e'tibor beryaptilar. Stol tennisda biz ilk bor boshladik. Hozir hamma jarayonlarimiz raqamlashtirildi. Hamma saytdan ro'yxatdan o'tib va bularni o'yinini ham, bundan tashqari natijalarini ham hamma saytda bir xil ko'rib turish mumkin. Oldinlari bizda milliy reytingimiz yo'q edi. Hozir mana milliy reyting tizimi joriy qilindi. Inson omili aralashmaydi. Bunda biz bilib turamiz. Bizda 10 talik raqamdagi sportchilarimiz kim, 20 talik raqamdagi sportchilarimiz o'zi shaffof aniq bo'lib turadi. Birinchi proturimiz xalqaro standartlar asosida shaffof tarzda o'tkazyapmiz. Kim qanaqa darajada endi 2 ga bo'lib o'tkazgan bo'ladi. Professionalda alohida, havaskorlarda alohida. Bahslar 8 ta stolda 3 kun davomida bo'lib o'tdi. Qizg'in va murosasiz kechgan uchrashuvlar hakamlar hay'ati tomonidan kuzatib borildi va g'oliblar aniqlandi. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidanman. Stol tennis bilan 6 yoshimdan shug'ullanaman. O'tgan yillar davomida jahon chempionati va Osiyo chempionatlarida qatnashganman. O'smirlar o'rtasida 6 karra O'zbekiston chempioni bo'lganman. Xalqaro musobaqalarda faxrli o'rinlarni egallaganman. Bugungi bo'lib o'tgan Pro Tour musobaqasida faxrli birinchi o'rinni oldim. Kelajakdagi niyatlarim xalqaro va olimpiya o'yinlarida qatnashish, faxrli o'yinlarni egallab, davlatimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. G'olib va sovrindor sportchilarga tadbir tashkilotchilari tomonidan pul mukofotlari, sertifikatlar va esdalik sovg'alari topshirildi.